Hanım kızlar, undaq olsa, ma pranikimiz pişipti. Maniki, ma şokoladni ma pranikninki yerimiga tekkizib, mana ma pranikni yerimiga tekkizib, mana buni ma setkiga qo'yamiz. Bu şekilde pişirib bizsek bo'ldi. Ma shokoladga yamini shokoladni qattiq shokoladni eritgan vaqtida avval qozonga qaynoq suv qaynatib, ma shokoladni taqtiliq shokoladni kesib, osti tuz bo'shagan qachig'a silib, shu qaynoq suvni tubsida o'ltag'izib turib eritamiz. Unda bo'lsa bugungi darsimiz bu yerda tamam xonimlar. Hanım kızlar, şokoladlı pranikimiz bitti. Unda olsa, xeyri xoş, Xudo omonat. Sizlarni sinab ko'rib boqinglarmiz.